Sokin daryo bo'yida. Bahor fasli. Quyosh ilk marta qish uyqusidan uyg'ongandek yer yuzini iliqlik bilan erkalay boshladi. Gullar ochilib, qushlar sayraydi. Daryo bo'yida joylashgan kichik qishloq Guliston yana jonlanayotgandi. Bu qishloqda Baxtiyor ismli bir yigit yashardi. U oddiy dehqon oilasida tug'ilgan, ammo bolaligidan orzulari juda katta edi. Ota-onasi unga yerga mehr bersang, yer senga hosil beradi deb o'rgatishgan, lekin Baxtiyor qalbida yuragini titratib turgan yana bir orzu bor edi, yozuvchi bo'lish. Baxtiyor kechqurunlari daladan qaytgach, eski daftarini olib, soy bo'yidagi yakkamiga chiqardi. U yerda tong otguncha yozar, o'zining xayoliy dunyolarini hikoya qilardi. U yozgan hikoyalar oddiy insonlar haqida edi, mehr, fidoyilik, halollik va umid bilan yashovchi insonlar haqida. Ammo orzular har doim ham oson amalga oshmaydi. Qishloqda yozuvchilikni kasb deb tan olishmasdi. Qog'ozdan non chiqmaydi, deyishardi. Ota-onasi ham uni yozishni emas, ko'proq yer bilan shug'ullanishni maslahat berishardi. Baxtiyor esa orzusidan voz kechmasdi. Bir kuni u yozgan hikoyalaridan bir nechtasini pochta orqali Toshkentda chiqadigan bir adabiy jurnalda ishlaydigan muharrirga yubordi. Oradan bir oy o'tdi. Javob yo'q edi. Yana bir oy o'tdi. Hali ham javob yo'q. Umid so'nayotgandek tuyuldi. Ammo bir tongda uydagi eshik qiya ochildi. Pochtachi ko'chada chaqirdi. Baxtiyor, senga maktub bor. Bu Toshkentdan kelgan maktub edi. Yuragi gupillab ochdi. Jurnal muharriri yozgan edi, sizning hikoyalaringiz bizni hayratda qoldirdi. Yozuvingizda halollik, samimiyat bor. Siz bilan ishlashni istaymiz. Baxtiyor ko'zlariga ishonolmadi. Bu faqat uning emas, balki daryo bo'yida tug'ilgan orzularining ham g'alabasi edi. Oradan yillar o'tdi. Baxtiyor mashhur yozuvchi bo'ldi. Ammo u hech qachon tug'ilib o'sgan qishlog'ini unutmadi. Har yozda u daryo bo'yiga qaytib kelar, eski daraxt ostida yangi hikoyalar yozardi. Bir kuni u kitoblardan birining muqovasiga shunday so'zlarni yozdi. Agar yuragingda orzu bo'lsa, daryo ham sening so'zlaringni eshitadi. Yurt sog'inchi. Baxtiyorning hikoyalari nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlardagi o'quvchilar orasida ham mashhurlikka erishdi. Uni chet eldagi adabiy anjumanlarga, kitob yarmarkalariga taklif qilishdi. Londonda, Parijda, Istanbulda kitobxonlar uning asarlarini qo'lga olib, shirin til va samimiy tuyg'ular bilan boy bo'lgan sahifalarni sevib o'qishar edi. Ammo dunyoning har bir go'zal shahrida yurarkan, Baxtiyor yuragida bir xotirani doim olib yurdi. Daryo bo'yidagi daraxt soyasida, shamol barglar bilan pichirlashib turgan, o'zi yozgan birinchi hikoya daftari. Bir kuni u Parijdagi katta adabiy forumda nutq so'zladi. Zal to'la odam. Yoritgichlar yuziga tushib turardi. U jim turib, hammani qarashini his qilar, keyin muloyim tovush bilan gap boshladi. Men uzoqdan keldim. Bir daryo bo'yidan, bir qishloqdan. O'sha yerda men hikoya yozishni boshlaganman. Agar bugun sizlar oldida turib gapirayotgan bo'lsam, bu o'sha sokin daryoga, oddiy xalqimga va hech qachon so'nmagan orzularimga rahmat. Zalda sukut cho'kdi. So'ngra qarsaklar yangradi. Ammo Baxtiyor o'sha damda ichida chuqur bir sog'inchni his qildi. Uning asl orzusi mashhur bo'lish emas edi, balki oddiy insonlarning yuragiga yetib borish edi. Yozuvchi qaytadi. Yoz fasli yana kirib keldi. Baxtiyor chamadonlarini yig'di va yana Gulistonga yo'l oldi. Poyezd daryo bo'yiga yaqinlashgach, u derazadan tashqariga qaradi. O'sha daraxt, o'sha tosh hammasi o'z holicha turardi. U daryo bo'yiga bordi. Lekin bu safar u yolg'iz emas edi. Orqasidan yosh bolalar yugurib kelishdi. Baxtiyor aka, sizni kitobingizdan taniymiz. O'sha daraxt haqida yozgan ekansiz. U kuldi. Ko'zlari jimirlab ketdi. Ich-ichidan quvonch toshib chiqardi. U bolalarni atrofga yig'di va shunday dedi. Sizlar ham yozinglar. Kimdandir eshitgan emas, ko'rganingizni yozinglar. Daryo jim, lekin har bir hikoyani eshitadi. Siz faqat yuragingizni oching.
Shunday qilib, Baxtiyor Gulistonda bolalar uchun yozuvchilar to'garagini ochdi. Har bir bolaga daftar va ruchka berdi. Endi u yolg'iz yozuvchi emas edi. Uning orzusi ildiz otib, yangi novdalar berayotgan daraxtga aylangandi. Va daryo u hali ham sokin oqardi. Ammo endi uning bo'yida har kuni yangi hikoyalar tug'ilardi. E'tiboringiz uchun rahmat.